Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men pediatr Bekmurodova E'zoza Aslidiyevna o'z sahifamda sizlar bilan 1 yoshgacha bo'lgan bola aynan nima yeyish mumkin va nima yeyish mumkin emasligi haqida gaplashamiz. Xo'p, 1 yoshgacha bo'lgan bola asosan 6 oylikgacha ona suti yoki qo'shimcha ovqatlarda bo'ladi. Sut o'rnini bosuvchi mahsulotlarda, shuning uchun 6 oylikgacha boshqa hech nima shart emas. Ko'p ota-onalar, oyjonlari, ba'zi bir vrachlar ham 6 oylikgacha, 3 oylikgacha bolaga suv berish mumkin deb aytishadi. Lekin ortiqcha suv buyraklarida chaqirib, miyada yaxshigina gipoksiyani keltirib chiqaradi. Shuni hisobiga suv berish kerak emas. 6 oydan keyin bo'ladigan bo'lsa, sekin-sekin qo'shimcha ovqatlarga qo'shish. Uni avvalgi videolarda ham aytganmiz, qanaqa qilib qo'shimcha ovqatlarga qo'shish kerakligi haqida. O'sha video qilib chiqqanimizda kommentariyada bo'lmagan narsa, biza 1 yoshli bolamga men nima yesam hamma narsa yeyaveradi deb aytishdi. Ular sanab berishdi. Somsalar, har xil, Pepsi Colalar, burgerlar, даже hatto hayron qoldim. Kommentariyada ota-ona anaqa qilib maqtab, meni bolam даже energetikam ichadi, 1 yoshgacha bo'lgan bola deganlarga men hayron qoldim. Aslida bular umuman mumkin emas, chunki 1 yoshli bolaning oshqozoni hali katta odamnikidek bo'lmaydi. Jigarlari, o't qoplari, ularning oshqozon sig'imi, hazmi hali endi ovqatga o'rganyapti. Hali butun ovqatni ham berishga vaqtli-da. Ularga sal maydalab, iloji bo'lsa blenderlab ovqatlarni bergan ma'qulroq hisoblanadi. Aynan nima berish mumkin emas deganda, tuxumlarni qovurib berish mumkin emas. Qaynatib bering bemalol, belan tuxumi, oddiy tuxum qaynatib bergan ma'qul. Tiftil yo frikatelkaligi mumkin. Men qovurilgan go'shtlarni ham hammasi emas, maydalangan holatda qilingan go'shtlar oshqozonida yengil hazm bo'ladi. Bu degani mumkin emas umuman. Hamma men shu narsani berishingiz mumkin, men bu narsani mumkin emas degan emas. Bolaning holatiga qaraladi. Agarda siz qo'shimcha ovqatlarni qo'shishni, ya'ni 1 yoshgacha bolada qo'shimcha ovqatlarni qo'shish ratsionda o'rganish fazasi hisoblanadi. Shu paytda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yaxshi o'tib oladigan bo'lsangiz, keyingi yillarda sizni bolangiz oshqozon ichagi bilan ortiqcha muammolar bo'lmaydi. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Sizga farzand tarbiyasi va uni sifatli, sog'lom katta qilish haqida yangiliklarni bo'lishib boraman.